Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bitta buni yetilib bo'lmadi. Shuning uchun sherigi bilan chiqdi. Bittasi sotiladi. Mana bu zotga yaraydigan 4 oylik dedi egalari. Qo'zichamiz sotiladi. Bitta haydangda. Bitta ko'raylik. Zotga kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Qulog'i kesilmagan. Mana Arashammi, Edilbaymi, qanaqa zot desangiz bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Sog'lom yeyishi ichishini ko'rdik. Mana qulog'i bir qarich 20 sm. To mana bu kallasini uchigacha keladi. Faqat bunisi sotiladi, bunisi o'zimizniki, shuning uchun tashqariga bu bilan chiqdi. Qo'limiz pastga bo'ladi. Qulog'ini ko'ringlar, 20 sm ziyodan kallachasini ham qarang. Zoti toza originali mana. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Hozir bitta yurgizib ham ko'rsatamiz. Manzilimiz Samarqandga mana. Mashalloh. Mana shunisi sotiladi. Xohlasangiz zotga desangiz zotga beramiz. Narxi 6,5 million so'm. Yurishini ko'rsatamiz. Yurishi. O mashalloh. Zotga kerak bo'lsa zotga yaraydi inshaalloh. İnşallah mana oldu to'shlarni qarang. Bu atak-patak qo'zi emas mana. Narxi 6 million 500 ming so'm. Samarqand bo'ylab yetkazib berish bizdan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Zoti tozasi. Qulog'ini hozir o'lchab ham beramiz. Ana kallasi bilan teng bo'lyapti. Kallasi bilan qulog'i teng bo'lyapti. Zotga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Bunaqa narxini qimmat aytganimiz yo'q. 6 million 500 ming. Qulog'i kesilmagan, shoxi kuydirmagan qo'shqo'r. Mashalloh. Mana. Hali arqonga o'rgangani yo'q. U yana bunday turibdi. O'tga boqilgan sog'lom. Mana. Mashalloh. Yosh qo'zichani qarang. Qanday dummasi. Sutdan o'ta to'ygan ekan mana. Zoti ham tozasi. Mana. Hamma joyini ko'rib olasizlar. Mashalloh. Yeshi nihoyatda yaxshi. Mashalloh. Aziz do'stlar, aloqa chiqasizlar. Manzilimiz Samarqand tuman Talibarduy Bolo degan mahallasiga. Haydan qani bitta. Bo'y bastini ko'rsataylik. Mashalloh.